Tezkor ta'ziya. Mashhur bloger avtohalokatga uchrab vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, boshqacha uz kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor ta'ziya. Jizzaxlik mashhur bloger Orzu avtohalokatga uchrab vafot etdi. Boshqacha uz kanali nomidan yaqinlari va oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Surxondaryoda 25 milliard so'mlik kreditni talon-taroj qilgan tadbirkorlar ushlandi. Surxondaryo viloyatida soxta hujjatlar yordamida 25 milliard so'mlik kredit mablag'larini talon-taroj qilish holati aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, departamentning Surxondaryo viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda TK MChJ asoschisi Sheshe va boshqalar tijorat banklaridan birining Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasi bilan IMChJ o'rtasida tuzilgan kredit shartnomasiga asosan garovda bo'lgan bino va inshootlarni soxta hujjatlar orqali takroran garovga qo'ygan. Shundan so'ng ular Andijon viloyatidagi tijorat banklaridan biridan 25 milliard so'm kredit ajratilishiga erishib, mablag'larni talon-taroj qilgani aniqlangan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qashqadaryoda qalbakilashtirilgan guvohnoma va ma'lumotnomalar yordamida 12 nafar fuqaro nomiga jami 783 million so'mlik kredit rasmiylashtirilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.